Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi toza Hisor Sovliqda kelar yoshini olib boqaman degan do'st birodarlarga, haqiqiy udorlariga kelar mana yosh. Xo'p, birinchi qo'yimiz akalar ekitish mashinasi. Ekitishga yangi chiqqan, o'rtadagi sal qo'zi 10 oylikdan o'tgan. Mana bunisi ham ekitish akalar. Alloh xolosa olib boqishlaring uchun aytilyap turgan yoshdagi qo'ylarga akalar borganda ko'rasizlar, javob shunaqa chiqadi. Instagram kanalimizga ham qo'yganmiz akalar, tishini ochib ham ko'rsatib qo'yganmiz. Alloh xolosa olib chiroyli baraka topishlaring uchun akalar qo'y zo'rlari kelyapti. Bittadan like deb bosib akalar. Kanalimizga obuna bo'lib turing, alloh xolosa yaxshi narxda, yaxshi qo'y sovliqlar akalar, ekitish sovliqlar. Toza Hisorlar, toza Arashan Edilboylar yetib kelyapti. Alloh xolosa zo'rlariga. Akalar bularda yoshlarini aytdim. Ikkita ekitish, bitta qo'zi. O'rtadagi qo'zi, ikkita yonidagi ekitishdan. Xo'p, mana shu birinchidagi akalar ekitish qo'yimiz. Xo'p, 3 oylikdan o'tgan bo'g'oz, nargilari 50 yillik bo'g'oz akalar. Konkretni xudo xolosa garantiyasi bor. Yedish sog'lig'iga, boshqasiga aytilyapti turgan gapga akalar garantiyasi bor. Xudo xolosa bittadan like deb bosib turasizlar kanalni rivoji uchun. Olib chiroyli baraka topishlaring uchun qo'y sovliqlarning haqiqiy zo'rlari, tiniqlari yetib kelyapti. Kelar, alloh xolosa narx